Yaxshi remontli xonadonimizga kelganmiz. Investitsiya uchun zo'r variant. Yunusobod tumani 6-kvartalga kelganmiz. Shundoq, Alfraganus universiteti ko'pchilik biladi. Alfraganus universitet 300 metr pastroqda bo'ladi. Kama center, FEDAP, hamma narsa bir qadam joyga kelganmiz. Atrofda maktab, bog'cha, hamma narsa bor. 4 qavatli domimizning 2-qavatda joylashgan, bir xona, 2 xona qilingan xonadonimiz. Umumiy maydon 38 kvadratdan iborat. Qisman mebel texnikasi ham qoladi. Narxi 55 ming dollar qo'yilgan o'rtoqlar. Startga qo'yilgan. Yana tepasida kelib savdo qilsanglar, xudo xohlasa kelishtirib berishadi. Ko'rishingiz mumkin, главный вход, подъездный круж eshigimizda двойной mana akfa ham qo'ydirishgan ekan, issiq bo'lishi uchun. Kattagina prixoshkamizda, sanuzilimiz разделный bo'ladi. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin, hammomimizda kirmoshlik joylar qo'yib ketilgan. Bu yoqda mana hojatxonamiz bo'ladi, remontlar yaxshi holatda. Hop, bu yoqdan yurib kelamiz, bu yoqda kattagina zalxonamiz mana ko'rayotganingizdek. Zalxonamiz ham 3 meshki 520 bo'ladi. Mana 2 xona qilingan degani mana bu yoq tomon ko'rayotganingizdek. Полноценный bitta spalniy xona qilingan. Bularni detskiy qilib qo'yishgan ekan. Kuxonniy zonamiz balkonga ko'chirilgan. Ko'rayotganingizdek, ixchamgina qilib qo'yilgan. Hamma yoqda akvaromlarimiz, rushotkalarimiz bor ko'rayotganingizdek. Investitsiya uchun olaman deganlar ham zo'r variant. Bemalol institut yaqin bo'lgan hisobiga ijaraga berib qo'ysanglar, indamasdan 400 dollardan odam yashaydi. Pastdagi raqamlarga telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa yaxshi variantlarni o'tib olmaslik uchun albatta bizning kanalga obuna bo'linglar. Har doimgidek 3 yil sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.